Agar IELTSga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Men bugundan o'zim uchun IELTS challenge-ni e'lon qilganman va taxminan 150 yoki 200 kun to'xtamay no days off challenge qilib study qilamiz. Agar meni challenge-imga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, profilimda turgan linkga bossangiz Telegram kanalim chiqadi va men har doim tayyorlanayotgan material va fayllarni o'sha Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Va bugun reading bilan speakingni ertalab namozdan keyin ko'rib chiqib, hammasini o'rganib, yangi so'zlarni yozib Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Agar Telegram kanalimga o'tmoqchi bo'lsangiz, profilimdagi linkga bossangiz Telegram kanalimga o'tadi. Challenge-ga qo'shilib, IELTSga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, natijalarni 7+ qilib olasiz. Men eski natijam 6,5 va oktyabr yoki noyabr oyida yana bitta topshiriq, maqsad 8+. Har kun tayyorlanayotgan bo'lsangiz yoki tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, bu kanal siz uchun. Profilimda turgan linkga bossangiz o'tasiz. Sog' bo'ling.